Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari. Anchadan beri video qo'ymay qo'ygandim. Sababi yangi kasalliklar, yangi mollar chiqmagandi. Har doimgidek eski kasallik bilan shug'ullanib yurgandim. Kecha Xorazmdagi bir podpischigimiz telefon qilib rosa iltimos qildilar. Ukajon, olim bir qo'zim bor. Ahvoli og'ir, o'rnidan tura olmay yotibdi. Dermatit toshib ketgan. Dermatit ya'ni qo'tirda dehqonchasiga aytganda shunaqa bosib ketgan, o'rnidan turolmay yurolmay yotibdi deb videoroliklarni tashlagandi. Shunga nima ukollar qilsam bo'ladi dedi. O'zlarining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda men u kishiga tavsiya qildim dorilarni. Mana bugungi ahvolini, kechangi hamda bugungi ahvolini sizlarga qo'yib beraman. Qarab turgan hech nima ko'rsatish kerak. Bu hech narsa emas ekan. Shuni ko'rsak kerak. Ko'rib turganlaringizda mana shu qo'zi bir kun oldingi, bir kun keyingi holatini sizlarga taqdim etdim. Opamizni o'zlari videoga olib tashladilar va juda ham chiroyli haqqimga duo qilib qo'ydilar. Men bu opadan pul so'raganim yo'q, pul talab qilganim yo'q. Shunchaki telefon qildilar, xatlari sig'ib, qo'limdan kelgan tavsiyani berdim. Bergan tavsiyam sababli Alloh shifosini berdi. Nasib qilsa shu zaylda 4 kun yana ukollarni qilsalar, inshaalloh Alloh tavfiqi bilan 4-5 kunda bundan ham ancha yaxshi bo'lib, rivojlanishlari ham zo'r bo'lib ketadi. Kimda kim shunaqa hayvonlar bo'yicha maslahat kerak bo'lsa, tavsiyalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Faqat Telegram kanalimga yozinglar. Telefon qilsalaring ko'tara olmaslik ehtimolim juda ko'p bo'layapti. Sababi fermer xo'jaliklariga kiraman ya bir ikkita joylarga kirgan vaqtim telefonda o'zimni olib tura olmayman. Evaziga nima bersak bo'ladi desalaring, evaziga hech qanday haq kerak emas. Onlayn maslahatimiz bepul, faqat haqqimizga, axloq o'ylamda haqqimga duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Qo'limdan kelgan hamma imkoniyatdan kelib chiqqan holda sizlarga tavsiya beraman. Bergan tavsiyam sababli Alloh shifosini beradi. E'tiborlaring uchun yana bir bor rahmat.